O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining mehnat inspektorlari 2025-yil boshidan tashkilot rahbarlarini ommaviy jarimaga tortayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Elto'z manbasiga ko'ra, vazirlik inspektorlariga kunlik, haftalik va oylik jarima rejalari belgilangan. Ushbu jarayonni mutaxassislar tashkilot rahbarlariga bosim sifatida baholamoqda. Ayni paytda rasmiylar bu holat bo'yicha hech qanday munosabat bildirmagan. Mehnat inspektorlari O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi va amaldagi qonunchilikka ko'ra tashkilot rahbarlari tomonidan quyidagi qonunbuzarliklar sodir etilgan taqdirda jarima qo'llash huquqiga ega. Xodimlarga oylik ish haqi o'z vaqtida to'lanmasa, intizomiy jazolar asossiz ravishda qo'llanilsa, vakant lavozimlar bandlik xizmatiga topshirilmasa, xodimlar lavozim yo'riqnomasiga kirmaydigan ishlarga majburlansa, bandlik xizmati tomonidan yuborilgan fuqarolar asossiz ravishda ishga qabul qilinmasa. Bunday holatlarda mehnat inspektorlari tashkilot rahbarlariga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 100 baravargacha jarima solish huquqiga ega. Biroq manbalarga ko'ra, amaliyotda mehnat inspeksiyasi jarimalarni asosiy maqsad sifatida ko'rib, reja bajarish uchun turli bahonalar bilan tashkilotlarga bosim o'tkazmoqda. Ichki manbalarning ma'lum qilishicha, ushbu reja vazir o'rinbosari Ra'no Turdiboyeva tomonidan belgilab berilgan bo'lib, uni amalga oshirishda mehnat inspeksiyasining mas'ul xodimi, sobiq soliqchi Nilufar Omonniyozova faol ishtirok etmoqda. Vazirlikdagi Elto'z insayderlariga ko'ra, vazirlik tomonidan belgilab qo'yilgan jarimalar davlat byudjetini to'ldirishdan ko'ra, vazirlik xodimlari o'rtasida bayram puli ustama sifatida yoki boshqa maqsadlarda taqsimlanmoqda. Aslida O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga ko'ra, mehnat inspeksiyasining asosiy vazifasi xodimlarning mehnat huquqlarini himoya qilish va qonunbuzarliklardan muhofaza qilishdir. Ammo amaliyotda inspektorlar tomonidan jarima rejalarining kiritilishi va bu orqali tashkilot rahbarlariga bosim o'tkazilishi mehnat qonunchiligining buzilishi sifatida baholanishi mumkin. Bunday jarayonlar davlat tizimida shaffoflik va qonuniylik tamoyillariga jiddiy putur yetkazadi. Korrupsiyaning kengayishi jamoatchilik ishonchiga ta'sir qilishi bilan birga, tadbirkorlik muhitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Davlat idoralari tomonidan tadbirkorlarga bunday bosimlar ko'rsatilishi natijasida iqtisodiy rivojlanish sekinlashishi, sog'lom raqobat muhiti buzilishi va ish o'rinlari kamayishi mumkin. Mutaxassislar va kuzatuvchilar bu holat vazirlikdagi korrupsiyaning yanada chuqurlashishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidlashmoqda. Chunki tashkilot rahbarlari kelgusida ishga qabul qilish jarayonlarida xodimlarni rag'batlantirishda va kundalik faoliyatda korrupsiyaviy sxemalarga moyil bo'lib qolishlari ehtimoli yuqori. Ayniqsa hududlarda gaz va elektr ta'minoti kabi muammolardan aziyat chekayotgan aholi uchun bunday vaziyat yanada og'irlashishi mumkin. Jamiyatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar fonida mehnat inspektorlari tomonidan bunday jazo choralari ko'rilishi aholining ijtimoiy vaziyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu o'rinda vazirlik rahbariyati bu jarayonlardan xabardormi? Vazir Botir Zohidov xodimlari qilmishidan xabardormi yoki u ham bu jarayonning tepasida turibdimi? Biz vazirlikdan rasmiy munosabat kutamiz. Elto'z O'zbekiston hukumati va uning vazirliklarida yuzaga kelayotgan korrupsiya holatlarini yoritishda davom etadi. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga izohlar qoldiring.